25-30 yil oldingi olmali omlet retseptini topib oldim. Yoshligimda deyarli 50% zavtragim shu yegulik bilan o'tgan. Xullas, birinchi bo'lib ishni o'rta kattalikdagi 4 ta olmani postini artib, sariyog' bilan ozgina qovurib olishdan boshlaymiz. Retseptda koritsa degan narsa yo'q, lekin ozgina maza berish uchun o'z xohishimga ko'ra qo'shdim. Va buni past olovda to xamirini tayyorlab olgunimizcha dimlab qo'yamiz. 4 ta tuxum va 2 osh qoshiq shakar solib aralashtirib olamiz. Ketidan xona haroratida erib turgan sariyog' va 1 osh qoshiq limon suvini solamiz. Bu keks xamiri yoki pirogga o'xshagan xamir emas, shuning uchun yaxshilab ko'pirtirish shart emas. Sut solamiz, ketidan 5 osh qoshiq un solib, suyuqqina xamir qilib olamiz. Dimlanib turgan olmalarimizni olamiz. Pergament solingan qolipga soldim. Lekin retsept bo'yicha skоворodkaga solish kerak edi. Suyuqqina xamirimizni ustidan quyamiz va 160-170 gradusda qizib turgan duxovkaga yarim soatga jo'natib yuboramiz. Pishib sovigan omletni ustini saxarnay pudra bilan bezatib, sovitib dasturxonga tortamiz. Mana bog'cha paytida pishirib berishardi-yu, omletlar o'shani mazasiga o'xshagan. Hozir San Sebastian shirinligi trendda bo'lsa, u paytdagi trend shirinliklarning bittasi shu bo'lgan. Xullas, o'zgacha ta'm. Albatta pishirib ko'ring va kommentariyada o'zingizlarning fikrlarini yozib keting.